anlatılayotgan Maqtanchoq eshak nomli masal. Bir kuni hayvonotlar podshohi Shir o'zining tug'ilgan kunini xotirlash yuzidan ovga chiqishni belgilabdi. Shirning oldisi jazman odati semiz va timan yovu cho'shqa yoki erkak bug'i bo'lishi kerak ekan. Shir ovni hasilatga ega qilish uchun eshakning yordamiga, uning jarangliq ovozidan foydalanishga muhtoj bo'ldi. Shuning bilan eshak ovning burg'ichisi bo'ldi. U boshlanibdi. Shir eshakni o'rmonlikqa yushirib qo'yibdi. Hamda uning ustiga shax-shumbalarni yeyib niqoblab yetibdi. Orqadan eshak hanglig'ila turibdi. Bu ovoz yurgi cho'ng hayvonlarni qo'rqitib, o'zidan qochirib yetibdi. Bu yetqushlar guldirmamiga o'xshaydigan mundaq ovozni azaldan anglab baxmagan ekan. Bu ovoz osmon bo'shlig'ida titrab, o'rmonlikdagi barliq hayvonlarni terperan qilib, oldin alla qurib qo'ygan to'zaqqa orqa-orqadan tushiribdi. Ammo Shir bu joyda o'lja yig'ilishga mas'ul bo'ldi. Bu ishdan keyin eshak mubolag'lashtirib, "Bu qitimqi ovda ajoyib kuch chiqarib debdi. U ovdagi to'pining hammasi menga mansub bo'lishi kerak deb o'ylabdi. "Nihoyatda yaxshi, sen haqiqatan ajoyib hongriding", deb masxir qildi Shir javoban. "Navoda sening hongravotganingni o'zim ko'rib bilmagan bo'lsam, meni qo'rqitayotgan bo'lardi", debdi. Jahondorchilik kinoyasi. Iqtidorli kishilar va kasb ahlilari oldida o'zini o'zi maqtagan odam tabiiy kishilarning masxarasiga qoladi. Haqiqiy muvaffaqiyat qozong'uvchi o'zini o'zi maqtashga muhtoj bo'lmaydi. Chunki boshqalarning ko'zi sizning ko'zingizga qaraganda ko'p o'tkir bo'ladi. Odam o'zini to'liq bilishi, boshdan oxir aqlini nom manfaat bilan bulg'ab olmasligi kerak. Agar siz hamisha biror ish tufaylidan ko'ranglasangiz, eshakka o'xshash o'zingizni maqtasangiz, o'zingizning do'lisiga o'zingiz shapaloqlasangiz, uni qaltis ish deb hisoblasangiz, u o'zingiz oldigandan boshqa narsa emas. Albuki siz shuningdan keyin mag'lubiyat yo'liga qarab mangasiz. Chunki allaqachonla o'zingizni so'rmaydigan bo'lib qolasiz. Bundan boshqa siz ustining oldida bilarmanlik qilib, iqtidori o'zimizdan eshib tushadigan odamning oldida o'zimizning qobiliyatini maqtab uchiradigan ishni qilmasligimiz kerak. Bunda qilsak, boshqalarning masxarasiga uchrab qolmasdan izzat hurmatiga erisha olmaymiz. Maqtanishni qanchaki yaxshi ko'rgan odam shunchaki iqtidorsiz keladi. Buning aksicha, haqiqiy iqtidorli odam o'zini maqtamaydi. Biliqut shirkatida ovozga ilinib, Biliqut to'rida anglatilayotgan Maqtanchoq eshak nomli masalni anglatdik. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat.